Sizda ham pastga 2-3 to'r. Pastga 1 qo'ygan tevaga 2-3. Sizniki tepagami? Meniki pastgada. 1 pastga qo'ygan tevaga. Xullas bizda syomka davom etmoqda. Men shu baykga probaga haydab ko'rmoqchiman. Evet. Yerda qizlar. Ben bindirip gelemem. $100. $500 dan bo'lishamiz. Shuningizda puliga ikkita Damas beradimi? Men Namanganga yetib kelib oldim. Motumga 2-3 kundan berishim kerak, chunki men uzoq yo'lga chiqaman. Mana bunaqa yangi menga yuborilgan perchatkalarni ham kiyib oldim. Xo'p, motumni eslab qolinglar. O'zi boshqa zo'r noviy rang qilamiz. Xudo xolasa, yangi shlemlarimni ham kiyib oldim. Konkursimizda davom etadi. Men hozir ovozim yaxshi eshitilmayotgan shekilli. Hozir narigi kameramda aytaman. Bizda konkurs davom etadi. Hozir Farg'onadan qo'yilgan hamma videolarni o'zi doim bitta safarimdan keyin nima do'rlab oladi. Mana momentda yiqilib tushganmi bilmayman, qiyshab qopti. Kamchiliklar bor-da, momentim puchayib qolgan. Polirovka ham qilib olish kerak. Bir bitta bokovim bolti bo'shab qolgan, siniy deb turibdi. Momentiga ham nimadir bo'lgan. Xullas anchagina kamchiliklar bor. Bu yerda dальше motolar. Shunaqa. Endi men hozir polniy Farg'onani kadrlarini olib, bitta sizlarni zeriktirib qo'ymaslik uchun kam qo'yayotgandim. Mana endi hozir teskari bo'ladi. Issiq kiyinib chiqqan kunim kun sovuq bo'ladi. Hozir nima dedim? Adashib ketdim. Issiq kiyinib chiqqan kunim kun issiq bo'ladi. Sal yuqori kiyingan kunim shunaqa yondiradigan bo'ladi.